Rampizning tanay deysiz. Yangilam hesapmi? Uningda tam bo'lmasa bekor. Bugun men sizga 10 ming qo'yib o'rgatgan shu rampizning tangini tanishingiz usulini keldim. Undan bo'lsa diqqatingiz menda bo'lsin. Shu rampizning tangini tanishish usulini boshlab ketaylik do'stlar. Mana men qazinimiz qo'yib olgan suv 3 kilo, anikin men ochiq suyimiz bo'lsa 80 gram jumla do'stlar. Anikin men zirimiz bo'lsa 30 gram, ahmush 20 gram, xojodin 20 gram, qarmosh 10 gram, bejing 100 gram, jejing 50 gram, tuz 50 gram. Tayyorlab olgan kraxmal 50 gram do'stlar. Mana bu materialni tayyorlab qo'ygandan keyin endi men qazinimizga quyib olgan suv mana qaynab tayyor bo'ldi do'stlar. Qaynab tayyor bo'lgandan keyin mana 30 gram zirimizni sepib oldik. Bu aylanzi bor materiallarni do'stlarimiz ya. Ana keyin mana xojodin, so'qqan xojodin 20 gram do'stlar. Ana keyin mana ahmosh 20 gram. Qarmosh 10 gram. Mana mushlarni yana bir 10 minut atrofida qaynatamiz ha. Tayyorlab olgan tuzimiz 50 gram jumla do'stlar. Tuzimizni quyib oldik. Tuzimizni quygandan keyin takshi bir aralashtiramiz ha. Bejing 100 gram. 100 gram bejing selib oldik. Jejing 50 gram. Mana qazallarimizni qaynab tayyor bo'ldi ya. Ishqilib puraq tam ajoyib vahshiy puraqni ep ketdi ularning ichini ya. Endi navbatimizda mana tayyorlab olgan ochiq suyimiz 10 gram do'stlar. 10 gram ochiq suyimizni quyib atdik. Quyib atgandan keyin mana bu puraqliq kunjut mey shangyo yani ya. Qaranglar mana valdir mataqning yuzigan vahshiy paqraq mana. Boshdan no chiqyapti juma do'stlar. Ana keyin mana xojo yudin 10 gram do'stlar. Bir xil tilingni qo'riydi juma do'stlar. Buni quyib qo'ygandan keyin endi men tayyorlab olgan ochiq suyimiz, bak oz suyimiz mau rampizning tanga do'stlar. Rampizning tanga ochiq suvni bekletib tutmaymiz. Oq suvdan ozroq quydik. Endi men qora suvdan 80 gramni quyib atdik do'stlar. Mana. Ozroq ham quymiz juma do'stlar. Quygandan keyin mau suzib bir xil qavuldi va mau zopini bek tushirib ketib bordi do'stlar. Da aldın qaytdim bu 3 qaytdim. Nurg'un do'stimiz shipin qavdi bilan do'yindi bilan tong qancha usulni o'ytib deb telefon degan ne yer vatay deb qoldinglar. Men tongni chiqarsam ham chiqib tongni tushirib bordi. Shuning uchun qo'llashga qaraq bo'lsin do'stlar. Jurgonlarni aymay besib, sholsan qilib bir piyonor ayniga 6 raqamni yo'llashni unutib qo'ymanglar ajrimiz uchun do'stlar. Mana bu qazallarimizni 10 minut ochiqsini quyib qo'ygandan keyin 10 minut atrofida qaynatamiz do'stlar. Mana tong suzay chiqdi, mana rampizning tengi do'stlar. Mana lamponing tengi sal manadan ochiq suv tetgan holatda yerlik usulda chiqdi. Mana rampizning tengi ochiq suv tetmagan usulda chiqirmiz do'stlar. Qazallarimizni qaynab tayyor olibdi. Tayyor bo'lgandan 10 minut qaynasak ham do'konning ichiga gip demak qilgan o'rg'idek bir oldik do'stlar. Endi bunga tayyor qilib olgan kraxmal do'stlar. Bu kraxmalga ozroq suv quyib bir eritib olaylik ya. Endi men tayyor qilib olgan kraxmal do'stlar. Va kraxmalimizni asta-asta quyib elashtiramiz do'stlar. Endi musholatda buni yana 10 minut qaynatamiz do'stlar. Qo'rg'an piyozlarimizni ustiga sevib oldik. Sevib olgandan keyin va qaranglar texim paychib ketdi matanglarimiz ha. Ko'ringlarmi mana? Musholat qilib bozor ochib satsangiz 100 chiqib ketmaydigan bir tongki ichish usuli mavjud do'stlar.